Ularning har ikkisi ham bir-birining qo'liga qarab ko'z yosh to'kibdi. Juda nochorlikda yashaydigan keksa yoshli chol va kampir bor edi. Kunlarning birida kampir uzun sochlarini tarash uchun cholidan taroq olib berishini so'rabdi. Chol kampirga ma'yus boqib, olib bera olmasligini, qo'l soatining tasmasiga ham puli yo'qligini aytibdi. Kampir choliga tabassum bilan boqib, xijolatga o'rin yo'qligini aytdi. Ertasi kuni chol ishini tugatib, cho'ntagidagi tasmasiz soatini arzimas bahoga sotib, kampiri so'ragan taroqni sotib olibdi. Uyga kelib eshik qoqdi. Eshik ochilgach, chol ne ko'z bilan ko'rsinki, sochini qisqartirib kelgan kampiri qo'lida cholining soati uchun charm tasma tutib turardi. Ularning har ikkisi ham bir-birining qo'liga qarab ko'z yosh to'kibdi. Ko'z yoshlari qilgan ishlari bekor ketganidan emas, o'zaro muhabbatlaridan, har ikkisi ham bir-birini xursand qilish uchun nimadir qila olganidan edi. Muhabbat ko'p sarflash bilan emas, borini bera olish bilan isbotlanadi.